Nosir aka, uydamisiz? Tez chiqing. Ha, men shu yerdaman. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, onasi, o'zingmisan? Sizga syurpriz. Ya? Ha? Voy. Sizga oldim. Mashina va nihoyat. Ya, rostdan mengami? Rostdan. O'zingiz qanchadan beri kreditga mashina olishim kerak edi, yuruvdingiz. Mana oldim. Yoqdimi? Voy, hammasini olib tashlayver. Zo'r-ku bu. Topganingga Alloh baraka bersin. Zo'rdan olibsan lekin. Buyursin dadajonisi, tagidan shamol o'tib tursin. Rahmat. Shularga meni buyuring. Faqat shu kreditga oldim, ha? Ha, kreditmi? Ha, har oyda to'lash kerak. Ha, endi ishlab turibsan. Sekin-sekin uzg'ararsan endi. Olishga olibsan. Bu yangimi bu? Yangi. O'tir, aylantirib kelaychi. Qani bir oyog'ini ko'ray endi buni. Yo'q. Mayli, men sizga ovqat qilay, o'g'illaringiz kelib qoladi, hademay. Ovqatimni qila qolay. Bo'ldi. Bo'lmasam tansiqroq ovqat qilib tur. Men bir oyog'ini ko'ray buni, mahallani bir aylanib chiqay. Joningiz omon bo'lsin. Hop. Rahmat. Sog' bo'ling. Mayli. Bo'ldi. Oh. Voy, hidlaringni. Maryam, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Voy, nima bo'ldi? Ke. Asom. Alaykum assalom. Nima bo'ldi? Yaxshiman. Sal boshim aylanib ketdi. Ha, endi charchagansan-da. 20 yildan beri ta'til olmay ishlagandan keyin charchaysan-da. Shuning uchun sog'lig'ing ham yomonlashganda. Ha, nimasini aytasan? Endi bilasan, ishlamasam bo'lmaydi. Ahvolimni bilasan-ku. Dam ham olish kerak. Qachon dam olasan? Bolalaring bilan ering pensiyaga chiqqanidami? Dam qochmas. Hozir ishlamasam bo'lmaydi. Nima gaplar? Tinchlikmi? Xonaga kiraylik. Ha, tinchlik. Senga qahva bilan shokolad beraman. Shokolad qo'sh bo'ladi. O'zingga kelib olasan. Xo'p. Assalomu alaykum. Siz hali ham o'yin o'ynab o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Keldingmi? Qornim ochdi, birovdan tayyorla. Ro'zg'or yig'ib keldingizmi? Ovqat qilishga uyimizda hech narsa yo'q, bilasizmi shuni? Shohiy, nima bu? Hazilmi? Hech qayerda ishlamasam, qayerdan ro'zg'or olib kelaman? Ishdan kelyapsan, yo'ldan birovni olib kelmadingmi? Bozorlik. Maosh olmadim hali. Hoppa. Bo'pti. Ana mahallam boshida do'konga chiqqanda qarzga birovni olib kel. Olyosan, berib olarsan. Botir aka, o'z do'kondan qancha qarzimiz bor, bilasizmi shuni? Hozir qaysi yuz bilan yana chiqib narsa olaman do'kondan? Siz bunda bekor mamnaqa o'yinlaringizni o'ynab o'tiravermasdan ko'chaga chiqib ish qidirsangiz bo'ladi-ku, boshqa erkaklarga o'xshab. Senga kim aytman bekorchi deb? Ish topilmasa nima qilay? Men ham o'tirganim yo'q, qidiryapman. Qidiryapsiz? O'yin o'ynabmi? Qarang. Agar istasangiz, anu dugonam Lobareri kuryerlik qilar ekan. O'sha yerda ish bor. Xohlasangiz, olib kirib qo'yaman gaplashib. Bo'ladimi? Hozir dastavkaga rosa odam kerak bo'layotgan ekan. Sen esing eganmisan? Endi kelib, men kim oliy ma'lumotli eshik-meshik yurib, dastavka qilib yurishim qoluvdi. Sal o'ylab gapir. Tirikchilik aybi yo'q-ku. Hop, endi bu dastavka degan emas-da. Hozir baribir o'yin o'ynab bekor o'tiribsiz-ku, nima qilibdi? Botir aka, bunaqada ro'zg'ori qanaqa qilib tebratamiz? O'ylayapsizmi? Oxiri nima bo'ladi bunaqa o'tirishlarimizni?
biroq vahima aytsan, ey, bo'lar. Hammasi topiladi. Ozgina sabr qil. Mana sen ishlayapsan. Yetar ikkalamizga. Mani topganim hamma narsaga yetmaydi. Xo'p, bugun ovqat nima qilamiz endi? Och o'tiramizmi? Nima qilardik? Oymakiga boramiz. Ovsini shirin ovqat qilib qo'ygandirlar. Borib, qorin to'yg'izib kelamiz, a? Nima deding? Undan ko'ra o'zimiz uyimizda non choy ichib o'tirganimiz yaxshi. Qachongacha qornimiz och bo'lsa, oyizlarga yuguramiz. Uyalib ketyapman, nimaga tushunmaysiz? Na unga ko'nasan, na bunga ko'nasan, Hozir oyizlarga borganimiz bilan nimadir ko'tarib kirib borishimiz kerak-ku. Qanaqa qilib quruq kirib boramiz? Zaynab, Labiyojon. ovqatingiz tayyormi? Tayyor, siz o'raymi? Yo'q. Hozir o'g'lim kelib qoladi ovsiningiz bilan. Keyin suzasiz, xo'p? Mayli, xo'p oyijon. Ana kelishdi. Hozir. Bo'ldi, siz o'rama. Hozir. Bular ham kunda kunora biznikida yeb ichib ketishadi. Bechora ovsinim. Uyalgan. Tavba, erkak kishi degan ro'zg'orni but qilib qo'ysa-da. O'g'lim, ishlaring yaxshimi? Rahmat oyi. Charchamang. Rahmat, yuribsan. o'zi yaxshimisiz? Ha, xudoga Dadam, shukr. ukam. Rahmat, hammalarga yaxshi. Yurishibdi. Siz yaxshimisiz? Kelin boshqa tuzumisiz? Uydagilar tinchmi? Rahmat, Xudoga shukr, yaxshi. O'zi charchamayapsizmi? Ha, rahmat, sekin. Kech bo'lsa ham kelaverdik. Voy, yaxshi. Sizlarni sog'inib. Juda yaxshi qilibsizlar. Ovqatimiz ham tayyor. Hozir oyi. Shunda gaplashib olay. Xo'p, mayli. Yaxshimisizlar, Shohidaxon? Ojon, to'g'risini aytsam, o'g'lingiz hali ham ish topmadilar. O'zim qancha ish topib berdim, yo'q, og'ir ish qilish xohlamayman deb turib olyaptilar. Bu bola qachon odam bo'larkin-a? Hamma ish oddiy ishdan boshlanadi-ku. O'zlarining sohalariga mos ish chiqsa ham tanlab yotibdilar. Uyda ro'zg'orlik hech narsamiz qolmagan. Ojon, meni maoshim chiqishiga ham hali 10 kun bor. Mayli, kelin, siqilmang. Pul topiladi. Agar uyda hech narsa qolmagan bo'lsa, kelib turaveringlar. Men shu yerdan ovqatlanib ketaverasizlar. Hech xijolat bo'lmang. O'zim kartangizga pul tashab qo'yaman. Yo'q, oyijon, unaqa deb odam xijolat qilmang. O'zi shunda ham har safar kelganimizda qo'limizga pul tutqazib borasiz. Ochig'ini aytsam, bu uyga kelishga ham uyalib qoldim. Xavotir olmang. Olavering. Uyda och o'tirmanglar. Bolalaringiz nima yeydi axir bu ahvolda? Xullas, hozir kartangizga pul tashab qo'yaman, uyga qaytishda ro'zg'orlik qilinglar. Xo'pmi? Bunaqa yurmanglar. Rahmat oyijon. O'g'illarim kichkinaligida biz ham Oyjonikiga borib qornimizni to'ydirib kelardik. O'g'lim shuni ko'rganda qiynalib qolsa oilasini yetaklab kirib kelaveradi. O'zi harakat qilmaydi vaziyatdan chiqish uchun. Dadasi, yaqinda pul berdim-ku, nima qildingiz o'sha pulni? Voy, men o'zim uchun so'rayotganim yo'q. Maryam, mashina yurmayapti. Bilmayman nima bo'lgan unga. Ustiga ko'rsatish kerakmi? Nimadir bo'lganda unga endi. Shunga bersang ko'rsataman. Xo'p, shuncha shu mashinada yurdingiz, dadasi, shuncha foyda qildingiz. Shunaqa kuningizga ozgina olib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Men bitta o'zimman-ku, ayol boshim bilan ro'zg'orni eplayman, mashinangizni eplayman, ana o'g'illaringizni eplayman. O'g'illaringiz ham hech qayerda ishlamasa, yotib olgan bo'lsa, Yo, sen ham o'g'illarimni men ularni ishlamagin deb olib o'tirganim yo'q-ku. Baraka topkur, ishlasin, ana chiqsin. O'qitding qancha? 4 yilmi, 5 yil o'qidi, diploma bor. Men ularni ushlab o'tirganim yo'q-ku. menga qarang, o'g'illar otaga qarab o'rnak oladi. O'sha inida ko'rganini qiladi. Ozgina oldingizga olib o'tirib, o'zingiz ham ishga chiqsangiz sizdan qarab o'rnak oladi. Ishlaydi shular. Men ham charchab ketyapman-ku, ortiqcha o'zimga hech narsa ola olmasam oyligimdan. Hali gaz, hali svet bu yerdan sizni mashinangizga, benziningizga. Xo'p, men o'zim uchun so'rayotganim yo'q-ku, so'rayotgan bo'lsam.